Farid Usmon, Bobur podshoh. 6-qism. Arining uyasi. Bobur xo'jandni egallagan kunining ertasi bomdod namozidan asta turarkan, beixtiyor xayoliga xon tog'asi, onasining akasi keldi. U fikr etib, albatta uni bir ko'rish hamda otasi qabrini ziyorat qilishni dilidan o'tkazdi. Qo'ldan ketgan bu ikki qo'rg'onni qaytarib olishda avvalo Tangri taolo, qolaversa otasining ruhi poki ham madad qilganini his etar, ko'ngli axsi tarafga tortardi. Nonushtadan so'ng lashkar otlansin deb buyruq berdi. Hamma tartib bilan yo'lga tushdi. Oldinda dastlabki g'alaba nashidasidan ruhi ko'tarilgan shahzoda mulozimlari, xos beklari davrasida otini yo'rtirib borardi. Borliq musaffo, quyosh zarra nurlarini hamisha navqiron olam bag'riga socha boshlagan. Bobur shu ketishda axsini qamal qilgan xon tog'asi oldiga borib bosh egish, ko'rgan bilgan, eshitganlar, tog'a jiyanlar gina qudratlarini yaxshilik yo'lida unutishibdi-da desunlar deya yo'lga chiqqan edi. Bobur yetib borganda xon Haydarbek solgan bog'dagi 4 eshikli uyda o'tirgan edi. U uyga kirib, xonga 3 marta ta'zim qildi. Xon o'rnidan turib, yosh Boburdan ancha ulug' bo'lgan, bo'ydor va ochiq yuzli xon tabassum bilan uni qarshi olarkan, "Keling shahzodam" deb ta'zimga ta'zim bilan javob qildi. Qo'l olib, quchoq ochib ko'rishdilar. Suhbat ochiq chehra bilan boshlandi. Bobur 2 kun davomida xon tog'asining mehmondorchiligida, izzatida bo'ldi va hurmat ehtiromlar topgan holda Andijonga qaytadi. Yosh shahzoda bu 2 g'alabani qo'lga kiritgan paytda bir vaqtlar Amir Temur qo'l ostida osoyishta bo'lgan Mavoraun Nahr endi ari uyasiga aylanib bo'lgan edi. Temuriy shahzodalardan boshlangan besaramjonlik bu davrda avj nuqtasida edi. Urushlar kuchaygandi. Urushlar mol dunyo uchun, hokimiyat uchun, ayniqsa Amir Temur bir zamonlar poytaxt qilib gullatib yashnatgan Samarqand uchun olib borilardi. Bu urushlarda jamiyatning 3 toifa qatlami qatnashardi. To'g'rirog'i urushni olib borardi. Xonlar, temuriy zodalar, lashkar va boylikka ega bo'lib olgan beklar urushlarning tashkilotchilari edi. Ayniqsa beklar orasida temuriy zodalarga xiyonat qilish, ularning hukmidan yuz o'girib ketish kuchayib ketgandi. Ular bir bahonai sabab bilan osongina hozirgi zamon mayda amaldorlari singari munofiqlik yo'liga o'tishardi. Istagan paytda istagan kishisini sotib ketar, faqat o'z mayda manfaati yo'lida hech narsadan qaytmasdi. Shu ma'noda mamlakat ari uyasiga aylanib bo'lgan edi. Bobur boshiga Andijonda toj kiygan paytda yurtda ana shunday vaziyat edi. Bu ahvoldan esa xalqqa ko'p jabr yetardi. Yosh Bobur bu holatlardan iztirob chekar, Allohdan yomonlarga insof tilar, el yurtga tinchlik ato etishini dildan so'rar. Ezguliklarga to'la beg'ubor qalbi go'zalliklarga limmolim olam uyida faqat va faqatgina osoyishtalik bo'lishini istardi. Mana hozir Andijonga qaytarkan, xon tog'asining yuragiga mehr muhabbat ato etib yuborgan yaratgan egamga mingdan ming shukrlar aytib yo'lga tushgandi. Ammo unga atrofda bo'layotgan besaramjonliklar to'g'risidagi ma'lumotlar muntazam kelib turar. U bu xabarlar bag'ridagi holatlarni yosh idroki bilan tahlil etib turarkan, doim hushyorlikni yo'qotmaslik zaruriyatini bir lahza bo'lsin esdan chiqarmasdi. Aksidan juma namozini o'qib yo'lga chiqqan Bobur yaqin mulozimlari bandi solar yo'li orqali Shom va Xufton oralig'ida Andijonga kirib keladi. Qo'shin ta'minotini kuchaytirish zarur edi. Bu ish Qosimbekka topshiriladi. Qosimbek lashkarga bosh bo'lib Andijon viloyatiga qarashli Chagrakka qarab yo'l oladi. Xalqi zich bo'lgan bu el chegarada bo'lgani uchun davlatga soliq to'lamas edi. Shundan mol-mulki ko'p edi. Ulardan mol olib lashkarga bo'lib berish uchun Qosimbek yo'lga tushadi. 20 mingga yaqin qo'y, 2,5 ming ot olinib lashkarga taqsim etiladi. Bu bilan qo'shinning moddiy ahvoli yaxshilanadi. Lashkar Chagrakdan qaytadi. Chagrak Andijon viloyatining dashtida yashovchi aholi bo'lib, o'ziga to'q, chorvasi mo'l el bo'lgan.
Endi qo'shin O'ratepa ustiga qarab yurishni boshlaydi. Umarshayx Mirzo o'lib, u qo'ldan chiqib ketganda O'ratepa Sulton Ali qaramog'ida edi. Sulton Ali shu fursatda Falgar va Masjo tog'lariga chiqib ketadi. Shayx Zunnun uning o'rniga qoladi. Bobur xalifani Shayx Zunnunga elchi qilib yuboradi. Boburning aytishicha, u beaql nokas xalifani tuttirib o'limga buyuradi. Nimagadir uni o'ldirishga ulgurishmaydi. U hibsxonadan qochishga muyassar bo'ladi. Qiyinchiliklar torta-torta u yayov, yalangoyoq, yalang'och holda Bobur qo'shiniga qaytib keladi. Uning yuzlari yorilgan, qoboqlari ishib ko'karib ketgan, yelka, ko'kraklarida bir qancha jarohatlar bo'lib, ancha azob tortgan edi. Tungi sovuqda qamishzorlar ichida och-nahor yurib kelgani ko'rinishidan ma'lum edi. Bobur uni ko'riboq, so'zlarini eshitishga fursat ham bermay, tez yordam qilishlari haqida buyruq beradi. Qish yaqinlashib qolgan edi. Bobur ba'zi bir mulohazalarga bordi shekilli, yurishni davom ettirmay, 2-3 kun o'tgach Andijonga qaytadi. O'ratepa xon tog'asi tomonidan egallanib, uni boshqarish Muhammad Husayn Tarag'ay Temuriyzodaga beriladi.